Mol-u davlatingiz oshmayaptimi? Mol-u davlatingizda oshishligida bir muammo bo'lyaptimi? Kasb-koringizda, tijoratingiz yurishmayaptimi? Qiyinchilikdamisiz? Qarzdormisiz? Birodar, ehson qiling. Bugun muvaffaqiyatga erishmoqchimisiz? Obro'yi baland, hamma hurmat qiladigan, Allohdan fazilatli, viqorli, doim odamlarni nazarida bo'lishlikni xohlasangiz, ota-onangizni duosini oling. Boshqa sizga qoida ayta olmayman. Internet tarmoqlarida ba'zi bir odamlar chiqib mauiza qilayotganday, unday qiling, o'zingizni yaxshi ko'ring, o'zingizni o'ylang, o'zingiz uchun yashang, o'zingizni seving, unday deya olmayman. Chunki bu xato. Men bir narsa ayta olaman. Allohga yopishing. Allohdan so'rang. So'ragan narsangiz albatta ijobat. Alloh sizga fazl bergan, yana beradi. Fazl bergani nimada? Bizda iymon bor. Alloh taolo bizni oyog'imizni masjid tomon yuradigan qildi. Xudodan so'raydigan, qo'lini ko'tarib, "Ya Robbiy, Alloh, sen borsan. Meni mana bu mushkulotlarim bor. Sen menga yordam ber" deydigan toifadan qildi. Alloh taolo bizni ko'zimizni ko'radigan, oyog'imizni yuradigan, solih nafas oladigan insonlardan qildi.